Bundan roppa-rosa 16 yil oldin Dushanbe-Xo'jand-Chanoq avtomagistralining birinchi qismlari to'liq ta'mirlangandan so'ng pullik yo'lga aylandi. Dushanbe-Xo'jand-Chanoq avtomagistralini ta'minlash uchun Tojikiston hukumati Xitoyning Eksimbankidan taxminan $300 million kredit oldi. Varzob tumanida joylashgan yo'lning birinchi qismlari 2010 yil 1-aprelda pullik bo'ldi. Keyinchalik pullik tizim kengaytirildi va magistral bo'ylab 6 ta punkt qo'shildi. Pullik yo'lning umumiy uzunligi taxminan 338 km. Yo'ldan foydalanuvchilar 4 toifaga bo'lingan. Birinchi toifaga yengil avtomobillar, mikroavtobuslar va 2 tonnagacha yuk ko'tarish quvvatiga ega yuk mashinalari kiradi. Toifaga qarab, pullik yo'lning turli qismlari uchun 3 dan 230 so'mligacha bo'lgan to'lovlar belgilanadi. Dushanbe-Chanoq avtomagistraliga bepul alternativa yo'q. Tojikistondagi pullik infratuzilma hukumat bilan tuzilgan konsensiya shartnomasi asosida Innovatsionniye Dorojniye Resheniya xalqaro kompaniyasining Tojikiston Respublikasidagi filiali tomonidan boshqariladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, kompaniya 2009-yilda Britaniyaning Virjiniya orollarida ro'yxatdan o'tgan. Iris'ning Tojikistondagi filialining nazorati prezident Emomali Rahmon oilasiga tegishli. Islomga ko'ra, mulkning 3 turi mavjud: shaxsiy mulk, umumiy mulk va davlat mulki. Shariat jamoatga birgalikda foydalanishga ruxsat bergan muayyan narsalar umumiy mulkdir. Chunki shariat bu mulklarni jamoatniki deb belgilagan. Shaxslar va davlatni ularga yakka tartibda egalik qilishni taqiqlagan. Umumiy mulk davlat tomonidan jamiyat nomidan boshqariladi. Masalan, yo'llar va shunga o'xshash narsalar hech qachon xususiy mulkka aylanmasligi kerak. Davlat odamlar xavfsiz sayohat qilishlari uchun yo'llarni ochadi. U bu yo'llarni xususiy kompaniyalarga daromad manbai sifatida bermasligi va bugungi kunda bo'lgani kabi bu yo'llardan o'tayotganlardan yuqori tranzit xarajatlari olinmasligi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shaxslarga yo'llarga egalik qilishga ruxsat bermadi. Ular shaxsiy qo'llarga o'tkazilmadi. Alloh taolo xalifaga musulmonlarning manfaatlari va ehtiyojlariga g'amxo'rlik qilishni, bu ehtiyojlar uchun zarur resurslarni ajratishni buyurdi. Masalan, bunga suv ta'minoti, ta'lim, yo'llarni ta'minlash, sayohatchilar uchun dam olish joylari, jamoat hojatxonalari, bemorlar uchun kasalxonalar, masjidlar qurish va boshqalar kiradi. Bu manfaatlar va ehtiyojlarning yo'qligi yoki ularning yetarli emasligi zararga olib keladi. Ularning oldini olish xalifaga va musulmonlarga yuklatilgan vazifadir. Abu Sirmo radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: kim zarar yetkazsa, Alloh unga zarar yetkazadi. Kim mashaqqat tug'dirsa, Alloh uni mashaqqatga qo'yadi dedilar.